Unutma, dushman ko'r mergandek, do'st esa g'ayringni nishonga olishni juda yaxshi biladi. Axir bizga eng achchiq azoblarni yaqinlarimiz bermadimi? Ishonib boshimiz yelkalariga qo'yib, dardlarimizni bo'lishgan insonlarimiz bizni aynan o'sha azob bilan takror yaralamadimi? Albatta yaraladi. Tanimagan insonlarimiz bizga aslo zarar bermaydi. Bizni ranjitmaydi. Ranjitsa-da tanigan insonlarimizchalik emas. O'zing o'yla, tanimagan insonning to'satdan seni xafa qilsa, shu yerda mavzuni yopasan. Tanigan bu ishonganing sening qalbingni yaralasa, azobini unutishga yillar yetmaydi. Chunki u menga zarar qilmaydi deya ishongansan. U bunchalikka borolmaydi degansan. Ammo qarabsanki, senga eng katta azobni u bergan bo'ladi. Bundan battarini qilgan ham bo'ladi.